2, 3, 4. Oxirigacha sanayman. Xullas kalom, hammaga assalomu alaykum. 10 metrga 3 metr. Ya'ni letniy kuxnamiz joylashgan. Bu yerda nimalar qurildi, qanaqa qilib bitqizdik. Mo'ykamizni hatto tayda vodoprovodlargacha olib chiqqanmiz. Tashlamalar, hech qanaqa muammosi qolmagan. Mangalimiz eniga 95, xo'p, bunaqasi 60. Bitta qozonimiz 105 litrli, ikkinchisi 30 litrli va albatta 150 talik. Shuncha katta qozon nimaga kerak deyapsizlar? To'yga, aqiqalar uchun, qanaqadir kattalar izohlar uchun bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Mana shundoq qilib to'g'ri akalarimiz kelib ishlab bersa bo'ldi. Haligi nima deydi? Stol olib kel, unaqa narsalar yo'q. Har bir qozonda oldi mana shu 120 lik рабочий stoli bor. Hamma narsa sig'adi. Va albatta davomiysi bitta bokimiz. Toqqa ochamiz, suvni quyamiz. Endi o'tga oqiladigandan keyin qaynasa bittadan bemalol choyni milib olamiz. Yonda albatta buni ham choynak terish uchun va albatta tandirda yoqib non pishirayotganda savatini qo'yish uchun рабочий stolimiz bor. Обязательно bo'ladi. Tandirimizni tagini ochiq qoldiramiz, sababi chiroyli narsalar qo'yish uchun. Xo'p, stolimizni bunisini ham tagi ochiq qoladi. Har bir joydan unumli foydalanamiz. Xo'p, ko'rayotganlaringdek har birda joy qo'ygan tagida. Endi juda ko'pchilik savol berdi, usta aka, juda ko'p joyga xizmatlar bormi deb so'rayapsizlar. Hurmatli hamyurtlar, xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab qo'shni respublikalarga ham chiqishga sharoitimiz bor, faqat jicha o'chirt bo'lib qolyapti. Shuning uchun agarda Tojikistonmi, Qirg'iziston, Qozog'iston qo'shni davlatlar qildirmoqchi bo'lsalaringiz, zakaz berib, ozgina o'chirtimiz bo'ladi. Shuni inobatga olasizlar va albatta nechta qish ketdi, necha kvadrat kafil bo'ldi. Narx-navosini ham hozir aytishga harakat qilamiz. Xo'p. Chunki umumiy ketgan g'ishimiz 1400 dona g'ish ketgan, ya'ni paltalashga. Toshkentda, vodiyda, endi umuman hamma joyda o'zi bundoqqina hali xilibga o'xshagan o'zimizni g'ishlash chiqishni boshlab olgan 1400 dona g'ish ketdi. Xo'p. O'choqlarimiz, devor-yu, fartuylari hamma joy. Mana polni ko'ryapsizlar? Hamma joyga 78 kvadrat kafil ketdi. Ya'ni polni ham urganmiz o'zimiz. Ko'rinyaptimi? Ko'rayotgan bo'lsa hozirdan aytib bosing-a. Xo'p, 78 kvadrat kafilimiz 1400 dona g'isht ketdi. Endi chaqa-chiqalari, mayda-shudalari ko'p xonadonda hozir ust ishlayapti. Kley narxi, boshqa narsaning narxi, bu narsalar yaxshi bilasizlar. Xo'p, endi juda ham ko'pchilikda so'rayotgan narsa narx-navosi. Narx-navoni o'rtoqlar, bitta mo'ykamizni, mangalimizdan 3 ta qozonimiz har bir narxini 2 million so'mdan qilib qo'ydik. Bu mangalimiz mustasno bundan. Ya'ni bu 6 million so'm bitkizib beramiz. Razmerni ko'ryapsizlar-a? Razmer mangalni oldiga kelsam kichkina bo'lib qolyapti. Xo'p, har biri 2 milliondan bo'ldi. Plus yonda рабочий stol bo'ladi. Bunga alohida 3 ta olinmaydi. 3 ta qozon bo'ldimi, yonda рабочий stol обязательно bo'ladi. Va albatta bitta bokimiz nerga? Tandirimiz ham 2 million so'mdan bo'lyapti. Yonda рабочий stol ham bor. Yaqinroq keling, taglarini ham ko'rsating. Taglari ham mana shundoq qilib o'ta komfort darajada kafilni urib qo'yamiz. Bunisida ham urilgan, bunisida ham. Xullas, hech qayerda ochiq joy qolmaydi. Shuning uchun narxi 2 million ekan. Endi masalan 3 ta qozon qilib, bitta bok tandir qiladigan bo'lsam, paloncha so'm bo'lib ketar ekan deb o'ylamanglar iltimos sizlarda. Sababi mana shuni qilishimizga ham o'zi 10 kunlarda vaqt ketyapti. Shuning uchun narx-navo sifatiga yarasha deb o'ylaymiz. Xudo xolasa sizlar ham kommentda shuni yozib ketinglar. Usta zo'r ekan deb qo'ysalaring ham bo'laveradi. Ja, erinib qolsalaring bitta like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa qayerdan bo'lsangiz ham biz manzilingizga borib, sizga o'choq qozonni bitkizib beramiz. Endi shuncha narsani aytdik. Endi kamiketi bo'lgan bo'lsa, bemalol kommentarda yozasizlar. Xudo xolasa obuna bo'lishni unutmanglar. Endi xonadon egalarining fikrini eshitamiz. Zo'r. Samovar ham zo'r chiqibdi. Siz niyat qanday bo'ldimi aka? Qozonlarni qaranglar, oshlar damlaydigan qozonlar. Молодец. Juda chiroyli chiqibdi yigitlar. Rahmat. Bitta shashlik qilamiz, xudo xohlasa. Albatta aka. Chiroyli.
Suvlarni ham ulab qo'ydinglarmi? Bu ana aka. Siz qanday niyat qilgan bo'lsangiz shunday qilib ishni bitkazib qo'ydik. Zo'r yigitlar. Xonadonda egalarini ko'rdilaring, tekshirishib oldi ham. Hop, endi kiriz eshitib Juda chiroyli, men roziman. Men o'ylagandan ham chiroyli chiqibdi. Rahmat. Mangalchi bola guruhi yigitlariga rahmat. Rahmat sizlarga ham salomat bo'linglar. Zo'r. Aka, berganingizga rozi bo'ling. Rozimiz, mingdan ming roziman. Juda chiroyli chiqdi. Xo'p, rahmat, salomat bo'linglar. Layf esdan chiqmasin.